Asrlar davomida shakllanib, xalqimiz ma'naviyatining ajralmas qismiga aylangan Navruz. Bu nafaqat bayram, balki milliy qadriyatlar, urf-odatlar va ezgu an'analar mujassami hisoblanadi. U ota-bobolarimizdan bizga bebaho meros sifatida yetib kelgan bo'lib, har yili bahor faslining kirib kelishi, tabiatning uyg'onishi va inson qalblarida yangi umidlar jonlanishi bilan uyg'un holda nishonlanadi. Yurtimizda bu yil ham Navruz keng ko'lamda nishonlanmoqda. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan maxsus qarorga asosan Navruzni ulug'lash, insonni ulug'lash shiori ostida mamlakatimizning barcha hududlarida bayram tadbirlari yuqori saviyada tashkil etildi. Bu shiorning o'ziyoq bayramning inson qadri, uning orzu-umidlari va baxt-saodati bilan uzviy bog'liq ekanini yaqqol namoyon etadi. Bayram doirasida tashkil etilgan madaniy dasturlar ishtirokchilarga unutilmas taassurotlar bag'ishladi. Madaniyat xodimlari tomonidan ijro etilgan chiqishlar bayramona kayfiyatni yanada oshirdi. Bu bayram mine ata-bobolarimizdan keltirgan umuman miras bayram desek de bo'ladi. Xudoyim o'sha bayramda mine burun sonday ulkan urushlar, boshqa o'qbe giyneler bari to'xtatiladi bo'lgan. Mine hozirgi vaqtda giyne saqlab, birov-birovga o'qbelemewde yoshlarga o'rgatishimiz kerak. Ondan qalaversa bu mehr, muruvvetlik bayrami. Hamma yerda yaxshilik bilan boshlanadi. Yaxshilik desang o'ziga qaytadi degan ma'noda. Navruz bayramida mine har bir uyda yangilanuv degan so'z, har bir shang'aroqda yangilanuv, har bir mamlakatda yangilanuv. Shunday-aq bizning Qoraqalpog'istonimizda da mine har kuni yangilanuvlar bo'ladi. Ko'zing ko'rib, quvonib, mine bir yasarib qalasan. Hozirgi mine berilib o'tirgan bayramda mine yildan yilga quramalı bo'lib, qiziqli bo'lib o'tuvine xalqqa bir yaxshi sovg'a ретінде tayyorlagan hukumatimiz boshliqlariga chin yurakdan rahmat aytaman. Shuningdek, xalq sayillari, milliy taomlar ko'rgazmalari va hunarmandchilik mahsulotlari yarmarkalari tashkil etildi. Ularda milliy an'analarimiz, qadimiy urf-odatlarimiz va boy madaniy merosimiz keng namoyon etildi. Nukus shahrida xalq sayillari erta tongdan boshlab yuborildi. Hamda bayram doirasida mana shunday ko'rgazmalar ham tashkil etilgan bo'lib, mana e'tiborimni tortgan jihati oyoq kiyimga milliylikni aks ettirgan hunarmand hisoblanadi. Ya'ni biz u bilan suhbatlashsak, bu g'oya qayerdan kelgan hamda qancha vaqtdan beri buni ishlayapti. Keling, mutaxassisning o'zi bilan gaplashamiz. Bizler mektep internatımızda mine usu ayak kiyimlerde tügüde mineki bir жылдан beri ayak kiyim tigip çıkarvatırmız. Mine bu ayak kiyimlerde tügüde bizlerge memleketimiz tarafından tügü maşinalar berildi. So tügü maşinalarında bizlerge nağız toxulatığın машина бар екен ішінде. Соның менен біздер ойладық, бұл аяқ киімдерді бізде өзіміздің миллилігімізді жойтпаған халда аяғымызға да нағыз салып аяқ киім тіксек, жүдә зор болады деп ойлап, біздер мінекей бір жылдан бері осы нағызлы аяқ киімдерді тігіп атырмыз. Һәм біздерді бұны жүдә талап күшлі болып, біздерге заказлар менен тігіп атыпты. Бұл нәрселерді біздерге тігуде мінекей оқушыларымыз өздерінің қызығушылығы менен тігіп атырпты. Міне осы нәрселерді мен өзімнің со Жасмина деген оқушым тігіп, осындай сыйлерге, көргізбелерге алып шығып атырмыз. Демек, ushbu g'oyaning muallifi Jasmina bilan ham suhbatlashsak. Bu ideya men kichkintoyimda anam tugishlikdan shug'ullanатын edi. Ko'p vaqtdan beri men ham ularga qiziqib, men ham tugishlikdan ko'plagan naqshlar to'qidim. Және интернет тігу машиналар келгеннен кейін мен көплеп істеуге hareket еттім. Мектепке де өзіме де пайда қылу үшін. Қандай нақышларны bu oyoq kiyimlarga tushirgan? Сегіз мүйіз нақысы, гүл нақысы деп айтылады. Шаңараққа ұқсап тұрсын шаңарақ нақысы деп не қойды. Үйрену өзі әр адамның өзіне байланысты, ұқыбына байланысты сол себепті үйренуге болады. Келешекте мақсатларым өзім кіші бизнес болса да істеп тұру болады. E'tiborlisi, bayram tadbirlarida xorijlik sayyohlar ham faol ishtirok etmoqda. Ular xalqimizning mehmondo'stligi, milliy madaniyati va bayram an'analari bilan yaqindan tanishib, o'zlarida katta taassurot qoldirganini alohida ta'kidladi. Bu esa Navruzning nafaqat milliy, balki xalqaro ahamiyatga ega bayram ekanini yana bir bor namoyon etdi. Приехал к вам из Белорусского государственного университета, город Минск.
Men Minsk shahridagi Belarus davlat universitetidan Qoraqalpoq davlat universiteti yuridik fakultetining taklifiga binoan tashrif buyurdim. Biz bugun Navruz bayramida ishtirok etyapmiz. Sizning madaniyatingiz nihoyatda boy va rang-barang. Ushbu bayram bizda katta taassurot qoldirdi. Ayniqsa iqtidorli yoshlar ishtirok etgan konsert juda yoqdi. Ular chiroyli raqsga tushishadi va musiqa asboblarida mahorat bilan ijro etishadi. Men Belarusga yurtingiz haqida eng iliq taassurotlar bilan qaytaman va albatta o'z vatandoshlarimga bu yerning naqadar go'zal va mehmondo'st ekanini aytaman. Bugun o'zgacha kun, milliy va qadimiy bayramlarimizning biri bo'lgan 21 mart Navruz ayyomi keng nishonlanmoqda. Atrofga nazar tashlasak, har bir maskanda bayram kayfiyati, har bir inson yuzida bo'lsa bayram tabassumi aks etmoqda. Albatta bugungi Navruz ayyomiga ham bizlar Achinyos nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti ustozlari va faol yoshlari bilan birgalikda shu bugungi bayramni yanada a'lo darajada o'tkazishga o'zimizning harakatimizni qilyapmiz. Shu o'zimizning yutuqlarimiz, milliy taomlarimiz, milliy qadriyatlarimiz bilan bugungi tadbirga faol ishtirok etmoqdamiz. Demak, Navruz bu xalqimizni birlashtiradigan, qalblarni yaqinlashtiradigan, insonlarni esa ezgulik va yangilanish sari yetaklaydigan ulug' ayyomdir. Uning mazmun mohiyati har bir insonning qalbida yaxshilik urug'ini ekib, kelajakka bo'lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.